Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi 24 talik ishimiz tayyor bo'ldi. Bu ishimizni yog'och lisva yog'ochda tayyorlandi. Materiallari koreyskiy atachento tugmali qilib ishlangan. Machalkalarga keladigan bo'lsak, sidnasiga 9 sm, spinkasiga 3 sm machalka qo'yganmiz. Xonlarimiz MDF dan tayyorlandi. Razmeri eni 1.10, uzuni 5,5 metr. Pastlatib xon taxta qilib ishlatsa ham bo'ladi. Ranglari shampan svet, sepilgan kraskalar turetskiy, yaxshi kraskalar sepganmiz. Ko'rishingiz mumkin, mana orqa taraflarini pardalarga moslab, pardali qilib ishlab berganmiz. Bu ishimizda xonani oyog'i 4 ta oyog'i bor. Buni o'rtasidan bo'lib 12 talikdan 2 kampli qilib ishlatsa ham bo'ladi. Bu ishimiz 8 metrdan kattaroq uylar uchun tushadi. Bu ishimizni Xorazm shahriga tayyorlab berdik. Narxi 7.400.000 so'm. Dastavkamiz vodiy bo'ylab bepul, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda dastavkamiz bor. Kimga shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar, chiroyli tayyorlab yetkazib beramiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Hurmatli obunachilar, Xorazmga tayyorlangan ishimizni dastavka qilish jarayoni. Ko'p obunachilarimizdan savol tushyapti. Andijon uzoq, zakaz bersak yetib kelguncha shilinib qolmaydimi yo'lda, yo sinib qolmaydimi degan savollar tushyapti. Shunga javob tariqasida shu videoda oldim. Jo'natishimizdan oldin stollarini hamma joyini falgaga o'raymiz. Ochiq joyi qolmaydi. Mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa yo'lda shilinmasdan, sinmasdan yetib boradi, xudo xolasa. Bukovka qilib bo'lganimizdan keyin mashinaga yuklab, o'zimiz Andijonda yuk mashinalar pitagi bor. Shu joyga olib borib, yuk mashinalarga chiroyli qilib yuklab, jaylab beramiz. Mana Andijondagi yuk mashinalar pitagiga yetib keldik. Bu joyda O'zbekistonning barcha viloyatlariga mashinalar bor. Shuning uchun O'zbekistonda istalgan joydan turib zakaz bersanglar, chiroyli qilib tayyorlab yetkazib beramiz. Tayyormasmidi? Mana mashina yuklangan holati mana. Xudo xolasa chiroyli qilib yuklab, baylab qo'yamiz.